Yurtimizda aziz va mo'tabar xotin-qizlar doimo e'tiborda. Mamlakatimiz rivojiga, uning taraqqiyotiga ulush qo'shib, farzandlar tarbiyasiga mas'uliyat bilan qaragan, samarali ish faoliyat olib borgan onaxonlar, ayollar mehnati qadr topib e'tirof etilmoqda. Ularga ehtirom ko'rsatilyapti. Xususan, o'zining ibratli faoliyati bilan nazariga tushgan ayollar mo'tabar ayol ko'krak nishoni bilan taqdirlanadi. Muxbirimiz Shovotlik ana shunday ayollarning ibratli hayot yo'li va faoliyatiga nazar tashladi. Shovot tumanidagi Asaviy mahallasida yashovchi Muhabbat Yo'ldosheva nuroniy onaxonlarimizdan biri. Samarali faoliyati hamda mehnatlari qadrlanib, Muhabbat Yo'ldosheva joriy yilda mo'tabar ayol ko'krak nishoni bilan taqdirlandi. Bugun onaxonimiz oila a'zolari, farzandlari, shogirdlari ardog'ida yashamoqda. Uzoq yillik mehnatlarining rohatini ko'rmoqda. 42 yıl pedagogik faoliyatini alıp vardım. Şairlerim cüdeyim köp. Türlü sahalarda mehnet kıladılar. 3 de oğlum, bir de kızım var. Şu ferzentler terbiyesi de bağlarımızın ilmi küçülü oluşuna etibar kılganımız. Bağlarım ali malumatlı. Niverelerim hem kalabol, bularım institutunu bitkezgen. Bizlerin kesimizge havas kılgan bolsalar gerek, diğerli hemmesi şu pedagog bolayatırlar o niverelerim hem. Endi bizde PZ'ye çıkarımızga hem 20 yıldan aşıp gitti. Şunday bolsa hem müteber ayol degen kökrek nişan tapşırdılar. Söz bilen tarifleş kıyın. Fakat karılık geçidi sürüp oturgan o adamga yine prezidentimiz hazır mihnet kılmayatırman ku. Lekin şu evvelki mihnetlerine etibarga alıp şu kökrek nişanı bilen tebriklegeni cüde tolkınlandırıp verdi. Cüde fursatman. Respublikamızda 37,5 milyon ahali bolsa şunun yarımı ayollar eken. Özü prezidentimiz ayollara hemişe elahıda etibar veredi. Şu ayollardan birante ayol muvaffakiyete eriş, şunun muvaffakiyetini açsalar elbette kolunu sıkıp barıp tebriklep rahmet aytadı hemişe. Bir adli bir misal gender tenglik degen narsa var. Ayollardan erkekler bilen tengligidir. Şu tenglik bizlerde cüdenemeyen bolganda. Men hazır 77 yaşa çıktım. Ve şu yaşımda prezidentimizni dua kılıp oturtma. Muhabbat opa tabiatni, gullarni yaxshi ko'radi. Xonadonidagi bir-biridan chiroyli gullarni parvarishlaydi. Ozodalikni ham xush ko'radi. Maktab yoshidagi nevarasi Hadijaxonga o'qish, yozishni astoydil o'rgatishga harakat qiladi. Ayol mehr uchun yaratilgan deya ta'kidlaydi onaxon. Shuningdek, hammaga yaxshi munosabatli, fazilatli, shirin suxan inson bo'lish kerakligi haqida oila a'zolariga, farzandlariga ko'p bora uqtiradi. Yurtimizga tinchlik, omonlik tilab duolar qiladi doimo Muhabbat opa. Yana bir 85 yoshli onaxonimiz Zevarjon Sobirova ham Shovot tumanidagi Qirg'oq bo'yi mahallasida yashaydi. O'zining mehnatlari bilan oila farovonligiga katta hissa qo'shgan. Mehnatsevar, bilimli o'g'il-qizlarni, nevara-evaralarni tarbiyalab, rahmatli Umr Yo'ldoshi bilan birgalikda voyaga yetkazgan. Uzoq yillik samarali mehnatlari, fidoyligi uchun Zevarjon ona ham mo'tabar ayol ko'krak nishoni bilan taqdirlangan. Zevarjon ona o'g'il-qizlarini yurtga fidoyi, vatanparvar insonlar qilib voyaga yetkazishni asosiy burchlardan biri ekanini ko'p bora e'tirof qiladi. Novruz bayramları bir kutluk kadam bayram, bahar bayramı bu. Hem mevcut kuvaşlı bayram. Şu bayramda yani bağlarım, gelilerim gelip şöyle tola tökülüp gider. Şu bayram geçse akı deverek tarafımız küm köküp durar, yaşlanıp durar. Güller açılıp, iyilikler yaşlanıp açılıp giderdi. Hem yaşıl olardı. Hem halkımızı, yurtumuzu, kelilerimi, bağlarım hem Novruz bayramı tebrikliyim. Prezidentimiz ümitler uzak olsun. Yine halkımıza şunca imkaniyetler yaratıp verdi. Şulardan fursent Mehmet ne de televizyonlarda gördüm fursent bu oturama eşittim. Bütü de yaxşı. Yurtumuz elimiz tinch olgay, obod olgay, yuksalish olgay. O'zbekistonimiz rivojiga ulush qo'shayotgan, farzand tarbiyasiga mas'uliyat bilan qarayotgan onaxonlarimizga davlatimiz tomonidan ana shunday e'zoz va ehtirom ko'rsatilmoqda. Aziz va mo'tabar xotin-qizlarni, nuroniy onaxonlarni rozi qilish duosini olish esa dunyodagi eng ulug' ishlardan biridir.